O'zi kichkina bo'lishiga qaramay, jamiyatda katta o'ringa ega bo'lgan bolajonlar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Bugun studiyada men Dilshoda Rustamjonova va Tilibiyron ko'rsatuvi, hamkorimiz mazali mevali yoqimli Kongo saqichlari. Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Termizdan. Qayerga kelganingizni bilasizmi? Toshkentga. Barakalla. Nimalarni bilasiz, Hanifa? Kasblarni bilaman. Barakalla. Sana berasizmi? Askar, o't o'chiruvchi. Barakalla. Ertak nima, Hanifa? Nima qilish uchun deymi? Ertak uxlash uchun. Hanifa, nimani ko'rib qolsangiz, darrov ko'zingizni yumib olasiz. Uyatli narsalar ko'rsam. Salom bermaysizmi? Voy bu. Mana salom berib xafa bo'laverasiz. Bitta salom bering. Voy bu salom berish uchun yuzing so'raysa salom ber. Voy bu olishingizni o'zingizni. Olmayapmi? $100 nimalar olsa bo'ladi, Abdulla? Konfet, suvochka, browni, dubaiskiy shokolad. Gapirishni bilmaysizmi? Gapirish biladi. Nechiga kirganini bilmaydi. Yo'q-e? Nechiga kirgani? Bu meni ukam bo'ladi. Men uni opasi bo'laman. Keyin biza ikkita qiz Nima uchun uradilar sizni, Muhammadjon? Nima qilganman? O'zi birinchi meni chachimdan tortib ketadi. Abdulaziz meni borku, yomon mendan katta o'sha men bos uradi. Dilshoda tegma deb urdi orqamda. Sochimdan yulib ketdi. Ha, Muhammad Rizani nega urding jiyanimni? Jiyanimizni nega urding? Nega urding? Nega urdingiz? O'zim meniki sochimdan yulib ketdi. U kichkina chaqaloq-ku. Qanday qilib siz sochingizni o'yladi? Men boshidan boshladim-ku. Siz bu yerga shikoyat qilgani keldingizmi yo she'rlaringizni aytib berganimi? Nima? Har qadamda bir so'z, men sizga so'z beraman. Yodimni saqlab boraman. Masalan, sarimsoq piyozmas, turfa turda deb qo'shmas. Saralab joyga solaman. Juvachkalarim nima kamayib qoldi, Mubina? Hammasi yeb qo'ydi. Singizga aytmadingizmi? Unaqa ko'p yema, tishing og'rib qoladi deb. Aytdim, lekin ta'sir qilmadi. Sizni gapingizga Mubina quloq solmaydilarmi? Lekin ayam urishda qo'ymaydi. Nimaga urishga qo'ymaydilar? Yig'laydi-kin, meni qo'limni ko'tarib qo'yadi. Qancha vaqt qo'lingizni ko'tarib turasiz? 100 ta vaqtda. Zohid, seni uxur, menga mayxona kerak. Senga jannat bo'lsa, menga mayxona kerak. Mayxona arroq soqqiyu paymoni kerak. Paymoni necha bo'lsa to'layoni kerak. Bu g'azal-ku, to'g'rimi? Kim yozgan? Alisher Navoiy. Kim o'rgatdi? Bog'chapam. Ertak nimaligini bilasizmi, Mohir? Nima u? Bolalar uxlash uchun ertak berishadi. Futbolchilarimizni taniysizmi? Kimlarni taniysiz futbolchi? Abduqodir, Ronaldo, Real, Barselona, Messi. Mbappeni ham bilaman. Shohruxxonga xushayman. Kimga? Shohruxxonga. Kim u? Shohruxxonni esingizdanmi Shohruxxonni? Esingizdanmi Shohruxxon bilan tushganim? Yo'q, esimda yo'q. Bitta aytaymi? Ayting. Anaqa doktorga borganimda, adam oyama borganlar edi. Tushirgan, keyin doktorga borib, obtazagan, keyin chiroyli bo'lib kelganman. Nega shunaqa quvnoq, sho'x qizsiz? Yo'q, unaqa sho'x qiz emasman. Qanaqa qizsiz? Chiroyli, odobli qizman. Meni kimga o'xshatasiz? Oyimga o'xshataman. Oyingiz ham chiroylimilar? Pomadalar bor-ku. O'shancha chiroylilar. Siz ham anaqa qo'llaringiz silak surgan ekansiz, chiroyli ekan. Oyingiz pomada surmasalar chiroyli emasmilar? Yo'q. Chiroyli emas. Ayol kishi bo'yanmasa chiroyli bo'lmaydimi?
Yo'q, alo ikkisi uyalmaydi. Chunki odam bo'lamaydi. Agar odam o'g'il bo'ladi, o'g'il bola unaqa bo'yalmaydi. Ha, qizlar bo'yanmasa chiroyli bo'lmaydimi demoqchiman. Mayli, turing. Xorazmdan keldim. Uni shu yerda yashaymiz. 2 oy Xorazmda yashaymiz, Optikaga. Oo, xorazmchani bilasizmi? Ha? Ova nima degani? Havo. Ha, havo deydimi? Nima degani? Ha degani. Dim nima degani? Juda. Salohiddin, jahon nima degani? Jahon degan chempion degan. Oo, Futbolda chempion bo'ldi degan. oo. Kaptoni golga urish kerak. Xitoyda nimalar bor? Bino bor, To'pa-to'g'ri? Xitoy devor bor. Barakalla. Rossiyada nima bor? Rossiyada ish. To'pa-to'g'ri. Meni otam o'sha yerda ishlaydi-da. Ishdan qaytayotganda bir to'da narsalar olib keladi menga. Otangiz bizni televizorda ko'rib turibdilar. Ha? Ularga salom yo'llaysizmi? O'zingiz ichingizdagi gaplaringiz bo'ladimi? Bemalol aytsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum ota. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizga sog'lik tilayman. Qani sizga bitta gap aytang. Ayting. Meni ayamning puli bor-da, dollar. O'sha ayamning puli bitta koshelokda turadi-da, pulni bunaqa koshelokda turadi. Qanaqa kashlogu? Ama tushtirang. Buni bosib ochsangiz ochiladi. Ichidan dollar pul chiqadi. Oyingiz qayerda ishlaydilar? Maktabdami bolalarga dars o'tadi. Bizni ko'rsatuvimizga qanday qilib kelib qoldinglar? Rakatsamlar? Aha. Kim chaqirdi? Dadam. Kim o'g'lisiz? Dilniyoz. Eldidodagi Dilniyoz akani farzandlari, to'g'rimi sizlar shunaqa? Bu yerga kelishinglardan maqsad bor, ya'ni qanaqadir gapinglar bor, to'g'rimi? Birinchi she'rni. Alifun arnab yajli yalab yakulu jazaran kayla yata va batto nattat wa qadahikat min khalqita tamtat faqaras fihi al-zaghman fihi al-mas sagla sawda jaji gumakir waqt al-haja جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء هاون حج أسبار فيه توافل حلوى الكبد هاون خبز إن البائس لا يأكل إن الجاغس ديكون حسن سو هو يسيف إن البيت. Barakalla. Bular arabcha harflar, to'g'rimi? Da. Rus tilini o'rgansangiz nima bo'ladi, Mohlaroyim? Yaxshi, rus tiliga Amerikaga ketaman. Amerikaga borib o'zi nima qilmoqchisiz? Ko'rmoqchiman, bormaganman. Amerikaga nimada borsa bo'ladi? Poyezd, mashinada. Samolyot. Barakalla. O'rtada okean bor. O'rtada okean, baliqlar. Uyda kimni telefoniga tegish mumkin emas, Mohlaroy? Oyi, dada. Nimaga? Qamab qo'yalar. Yo'g'i, qayerga? Hammomga. O'zi yig'laganlarimcha hali berasizda. Men bilan hech yig'lamagansiz lekin. Endi siz unaqa paytda siz unaqa bolalar yaxshiroq kayfiyat berasiz-da. Xursand bo'lib ketdim. O'zi nimaga yig'lagan edingiz? Zerik kayfiyatim yo'q edi. Yoki qo'rqdingizmi? Qanaqalar qo'rqamanmi? Endi qo'rqoqroqsiz-ku, shuning uchun balki qo'rqqandirsiz. O'zingizdan ketmay, asamurdos. Siz katta yigit bo'lsangiz kim bo'lasiz, Mohir? Askarchi. Nimaga askar? Chunki vatanimizni himoya qilish uchun. Askar himoya qilib turganda uni qo'lida nimalar bo'ladi, Mohir? Avtomat, bomba. Oh, kelin nima degani? Kelin degani xotin. Xotin nima uchun kerak? Idish tovoq yuvish, ovqat qilish, ko'chalarni supurishga. Adez bilan oyingiz kichkina odamchaga aylanib qolsa, siz katta odam bo'lib qolsangiz, ularga nima ishlar qildirgan bo'lardingiz? Hech narsa ish qildirmagan bo'lardim. Nega? Aylantirardim. Yanachi? Keyin o'ynatardim. O'rtoqlaringizni orasida kimlarga ishonmaslik kerak? Hammasiga. Nega ishonmaysiz ular? Aldoqchi hammasi. Hammasi aldaydimi? Nima deb aldashgan sizni?
ko'zingni yumib tur deyishganda, Ha. keyin og'zingni ochib tur deyishganda, Ha. narsani po'chog'ini tiqishgan og'zimga.